15-20 yil oldin biz o'zimiz ichimizda yaxshi oshpaz bo'lsa, chiqtirib qo'ldan keladigan odam oshdamlayapti choyxona. Bitta bola oshdamladi. Oshdamladida, oshdamlagandan keyin suzadigan payt kelganda ichimizda bir shaytonrog'i borda, chiqib keldi. Oshsiz o'tdi, to'xtadi. Keldim, olib kirdi. Bittani kichkintoydan yasab turib, bitta kurib bo'ldi. Oshpazimiz chiqib ketdi. Qaytib kiryapti deydi. Chiqlaring deydi. Ha, nima bo'ldi? Oshni ko'tara olmayapman. Siz tayyor qilib qo'ygan, men laganni ko'tara olmayapman. Asa qotdi. Ichimizda chiqib ketdi, olib kirishga. Bir payt qaytib kirib yurlaring bo'ldi. Yo, olib kira, hozir yurlaring. Chiqsa uzun bo'ladi, qozonlar, choyxonalar, oshxonalar. Anaqalari bor, nima deydi, anu kafilda turadi, laganni qo'yib olsin. 3 ta laganga suzib qo'yibdi. Yorib qo'yibdi. Faqat 3 ta lagan ayni o'tiribdi-da. Kafil ustiga choylik 3 ta lagan. Ustiga chezdonani bos qo'ydi. Tagiga suv qo'yib turib ustiga oshishgan. U 5-6 marta qo'lni tiqib ko'targan voch. Boshqa to'g'ri. Atrofidan, kafil atrofidan yog'lar orqasidan oqib tushyapti. Ishtalagan 3 qavatda turibdi.